Sizga savolim bor. Xo'p. Endi asosiy har bir narsani yeviylar, yevraydi. Yahudiylar kasallikni oldini oladi ekanda ular. Kasal bo'lmasdan bir kasallikni oldini olib davolaydi ekan. Bizda ajinimiz chiqish sababi nima? Nimaga ajin chiqadi? Nima sababdi? Uni oldini olish uchun nima qilish kerak? Qarang, bizlar ko'ryapsizmi, qanaqangi savol beryapti-da. Chunki bizga keydincha o'rganyapti sababini. Sabab? Agar menga javob beraman, agar sizlar bu savolga javob bermasalaringiz nima qiladi? Hozir set rivojlangan, internet rivojlangan, nima aytadi, ChatGPT rivojlangan, so'rab kelyapti, sababini so'rayapti. Nima uchun tushadi? Ajin nima uchun tushadi? Ajin bu spazm, bu tonus. Mana mushak borki, ichidagi mushak qotib qolyapti. Spazmga tushib qolyapti. Chunki bosh og'riq paydo bo'lyapti, ajinlar tushyapti. Biz nima qilamiz? Tonusni qo'yib yuboryapmiz. Mana buning ichiga qilingan ukolimiz marshinni mushakdagi spazmni keltirgandan keyin teridagi ajinni qo'shib tortib ketadi. Mana ba'zilar bor, yaponskiy, koreyskiy, amerikanskiy krem ajinni yoyadi deydi. Hammasi Bitim. shunaqa desangizdan bo'ladi. Ha, to'g'ri gapingiz. Ular burishtiruvchi dorilar. Chunki bu terimiz bor, terining ostida yog' bor, undan keyin mushak bor. Mushakning problemasini to'lqa botulotoksin hal qilib bera oladi. Tushundingizmi? Bu terining muammosi emas. Bu mushakning muammosi. Mushakdagi o'sha tonusni spazmni keltirmasdan turib, bu ajinni yoyib bera olmaymiz. Hammasi gap. Kim aytsa aytaversin u narsani momentalniy, momentalniy, bunaqa hammasi traditsion protokol bilan bo'lishi kerak proseduralarimiz. Ajin nimasi spazm deyapsiz-ku? Ya'ni muskul tortilib qolish, to'g'rimi? Mushkulda. Mana katta muskul tortilsa qo'l qatib qoladi. Odamlar qatib qoladi, qisib qoladi. Ha, shunaqa. Nima ham u kasallik bor, tug'ma bolalarda spazm bilan tug'iladi. Ha, judayam bu ham spazm. U katta spazm. Disiplinlar bilan tug'iladi-ku, aynan o'shalar ham 6 oyda botoks oladi o'shalar. Tushunasizmi? Muskulni bo'shatish kerak. Ya'ni ular Allohning bandasi, ular yashash kerak. O'sha sentrlar bor Toshkentda, hammasi kelib, tanishlarim borda, men ham disiplinlarga ukol qilib beraman. Disiplinlarga ukol qilasiz. Qilaman. Muskuliga. Qo'l muskuli disiplinga qilaman, gemospazmga qilaman. Mana bular qimirlab turadi, ko'zlari nervni tiklarga qilamiz. Og'izda qiyshayib turadi, hammasiga qilamiz.